Tak, assalomu alaykum qo'shnilar. Stolga sig'madi dokument. Stol ustida ham boshqa hujjatlar bor. Mana birinchi arizamizdan boshladim. Ketma-ketlik bo'yicha ketyapmiz, boryapmiz, yuguryapmiz, aniqlayotgan yo'q. Mana xullas ariza beryapmiz, yana javob topolmaymiz, qoniqmayapmiz, yana beryapmiz. Xullas yana tekshiruv natijasi qilyapti. Bu yerda mana qaror chiqaryapti. Noqonuniy qarorni bekor qildiryapmiz. Prokuratura tomonidan bekor qildirilyapti. Xullas sekin mana ariza yana beryapmiz. Chora ko'rilishi bo'yicha bu ko'rib chiqilmayapti. Bu ariza berilgan birinchi ko'rib chiqilmagan, vazirlik qabuliga borganimizdan ko'rib chiqishi boshlangan. Undan keyin mana bu ariza beryapmiz. Bu ariza bo'yicha natijasi bo'lsa hali ham yugurib yuribman. Hali javob yo'q. Bu mana javob xatlari birinchi qanaqa qonun buzish holati yo'q deb ishlar o'zi beryapti. Oxirida mana qaror chiqarilyapti inspeksiya tomonidan. Natija, mana shu ikkita oxirgi natija.